SPF, krem, toner, gidrofil yog' parvarishida juda ko'p vositalar bor, lekin ularni ishlatish tartibini hech kim aniq tushuntirmayapti. Keling buni birga ko'rib chiqamiz. Birinchidan tozalash. Tozalash 2 bosqichli bo'lishi kerak. Birinchi gidrofil yog', keyin penka. Endi parvarish. Birinchi etap bu toner yoki sprey formatda bo'ladi yoki shunaqa oddiy. Buni prosta qo'limizga olib suramiz. Toner namlantiradi va keyingi etapga tayyorlaydi. Keyingi etap bu sivorotka. Sivorotka esa aynan bitta muammoni yechadi. Masalan, namlantiradi yoki postaknalarni oladi yoki donachalarni oladi. Men hozir ishlatgan sivorotka namlantiradi. Sivorotkani обязательно krem bilan qoplaymiz. Birinchidan krem oziqlantiradi va sivorotkadagi aktiv moddalarni surib olishga yordam beradi. Va oxirgi etap bu SPF. Uydan chiqsangiz обязательно ertalab SPF surish kerak. Shunda uhodimiz tugaydi. Yana etaplar qo'shishimiz mumkin, например, krem под глаза yoki pedlar va hokazo, lekin menga mana shu uhodim yetarlicha. Uhod haqida videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Всем пока!